Menga qara, seni ering yuradi. Opa, o'chir ovozingni. Man desang o'shaning bilan ajrashasan. Oyi, menga ertalab telefon qildi. Adasi, opamni ko'rib kelsam maylimi dedi. Men ruxsat bergandim opasi. Mendan ruxsat so'ramadi. Masalani ajrashtiraman. Hamma mol-mulkingni ikkiga bo'ldiraman. Yaxshi yashayapmiz-ku. Nevarangiz bor axir. Ko'cha to'la xotin, beling to'la bola. Menga qara, o'shanga tegib o'z nima ko'rding? Aqlingni yo'q. Sizlarga nima bo'ldi? Nimaga ajrashyapsizlar? Men sizlarni namunali oila sifatida hammaga o'rnak qilsam, bu nimasi bu mana? Birinchi o'rinda turasizlar sizlar. Muammo nimada? Bo'ldi. Ajrashadi dedimmi? Ajrashadi. Hamma rozi. Ariza berilgan. Nimaga ajrashmasliklari kerak? Aytgancha, hamma narsani teng ikkiga bo'ldirish esinglardan chiqmasin. Meni singlim shunchaki qolib ketmaydi. Yarmi sanga, yarmi menga, begunoh farzandlar oxir. Kel ro'zg'orni bo'lishamiz.